Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bu galgi videoroligimizda biz sizlar uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Marhamat ko'rib tomosha qiling. Videorolik ma'qul keladi, xudo xolasa 100% kerakli ma'lumot olasiz. Like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas, Cobalt avtomobilini olib kelishdi. Bu narsani sizlarga videorolik qilib ko'rsatmasam bo'lmaydi, sababi juda ko'p bo'lyapti bunaqa holat. Bu boshida nima bo'lgan? Konditsionerda freoni bo'lmagan, DTP bo'lgan vaqtda freon chiqib ketib qolgan. Freon to'g'irlatishgan, freon zapravka qilingandan keyin ventilyator to'xtamay ishlaydigan bo'lib qolgan. Birinchi оборот. Elektrikka olib borishgan, abag'larni ko'rishgan, hamma joyida, pirdantalar butun tuzumni tekshirgan yaxshi. Kompyuterga olib borishgan. Kompyuterga olib borishsa, bu narsa programmadanda boshqa programma bosishgan. Boshqa programma bosishgandan keyin ham ventilyator to'xtamasdan ishlavergan. Undan keyin nima qilingan? Undan keyin buni do'stlar freonini chiqarishgan betdan. Mana betdan freonni chiqarishgan. Freonni dalinasi pasaygandan keyin konditsionerda zapravkasida freon konditsionerda gazi freon deyiladi. Freonni xoladenka pasaygandan keyin ventilyator o'zini holatiga qaytgan. Shu 96 da ishlab 96 o'chadigan bo'lgan. Lekin ventilyator konditsioner iliq havo haydaydigan bo'lib qolgan. Keyin yana borib freon tekshirtirishgan, davleniya past, yana freon qo'ydirishgan. Undan keyin sovuq, muzdek havo haydaydigan bo'lgan, lekin yana ventilyator o'chmaydigan bo'lib qolgan. Yurgizasiz, ventilyator o'chmaydi. Hozir holatni ko'rsataman sizlarga. Yurgizib qo'ying mashinalarni. Hozir bu narsani ko'rsatmasam 5 ta 6 ta Cobalt kelyapti. Mana shunaqa holat, tushunmovchilik bo'lgan holatda kelib qolishyapti. Hozir ko'rsataman sizlarga. Hozir yurgizdik mashinalarni mana. Ketdi, ventilyator ishlashni boshladi do'stlar mana. Hozir qarab turinglar. Ventilyatorimiz ishlab turibdi. Lekin mashinamiz qizigani yo'q. Hozir mana gradus ko'rsataman sizlarga. Xullas, temperatura aqlash 73 gradus turibdi. Ya'ni mashinaning antifrizi motorda issiqlik 73 gradus turibdi. Ventilyator 73 da qo'shmaydi. Aksariyat kompyuter programmalarda 96 gradus qilingan. Zavodskoy o'zini radnoy stokoviy programmasida 105 da ishlaydi. Bu 74 da birinchi оборот qo'shib turibdi. Lekin motorda qiziganligi uchun emas. Endi qaranglar. Davleniya xoladenka konditsionera freon davleniyasi 1000 dan baland turibdi. Bu holatda yo freonni chiqarib tashlash kerak, yo programmachidan to'g'irlashligimiz kerak. Biz nima qilamiz? Freonni chiqaradigan bo'lsak, mashina konditsioner yaxshi sovutmay qoladi. Ventilyator vaqtida o'chadi, vaqtida ishlaydi, lekin konditsioner sovutmaydi. Davleniya xoladenka tushib ketganning hisobiga. Xoladenkani joyiga qo'yib, konditsionerda muzdek havo haydaydigan bo'lsak, parray o'chmay qoladi. O'chiring mashinani. Endi bu holatda nima qilinadi? Bu holatda do'stlar, programma asosan elektrikdan ham, konditsionerchidan ham, motoris ham chiqmaydi. Bu faqatgina programmaning ichida davleniya xoladenka degan joyi bor. Ana shuni to'g'irlab qo'yishlik kerak. Ana shunda uni to'g'irlaydigan bo'lsangiz, ventilyator o'zini issiqlik gradusida ishlaydi. Mashina qiziganda ishlaydi, sovuganda o'chadi. Konditsioner ham yaxshi sovutishni boshlaydi. Hozir sizlarga nima qilinishini ko'rsataman. Buni ko'rsatishimdan maqsad shu kasalda bir haftaning ichida 5 ta yo 5 ta 6 ta Cobalt keldi. Freon chiqarib tashlasa, parray vaqtida o'chyapti, lekin sovutmay qo'yadi konditsioner. Freonni yaxshi sovutadigan qilib zapravkaga yetkazsam, parray o'chmay qo'yadi, olib kelishyapti. Hozir nima qilinishini ko'rsataman sizlarga do'stlar. Do'stlar mana. Bizda qiladigan ishimiz mana chip tuning degan chip tuning apparati bor. Programmalarni yasaysiz, ichini o'zgartirasiz, kirib nima ish qilsangiz qilib chiqsangiz bo'laveradi. Zajganiyasini, tudumini hammasini shu chip tuning programma orqali, apparat orqali to'g'irlanadi. Biz bunga kiramizda bizda bu yerda mana shu kartalar baland do'stlar bu. Bu karta baland bo'lgandan keyin aksariyat programmalarda tushirilmagan, bu mashinaga programmani bosib ko'rishgan, unda ham ventilyator o'chmaydigan bo'lib qolgan. Undan oldin ham o'chmagan daji. Mana shu joylarni o'zini normasi bor. O'zini normasiga tushirib qo'ymaydigan bo'lsangiz, bu narsa ventilyator o'chmaydi. Lekin buni saqlanib qilib olamiz. Saqlanib qilib olganimizdan keyin mashinamizga bosamiz. Xoladenkadan chiqadi. Bo'ldi, kalitni ochib qo'ying. Mana saqlanib qilib oldik. Kalitni ochasizlarmi, o'zim ochaymi?
Kumulodorga kirib turib, kalibrovka qilib yozamiz. Biz Cobaltga asosan kalibrovka yozamiz. MT60 narigi Spark-Sparklardagiga full holatda haydaveramiz. Aktelga kiramiz. Дополнительный identifikatsiya bizga pasportni chiqarib berishligi kerak. 22-24-30. Flashga o'tamiz va hozirgi programmamiz tushdi. Ketdi. Programmamiz yozib olgandan keyin holatini ko'rsataman sizlarga qanaqa bo'lishligini. Bu narsa ko'pchilikda ahmoq qilyapti-da. Misol uchun normalni programmistga borsangiz buni bittada tushunib topib oladi buni. O'sha oddiy ustiga borib qolgan odamlar qiynalib qolishyapti. Shuning uchun sizlarga videorolik qilib, necha bo'lsa ham foydasi tegsin degan maqsadda ko'rsatyapman do'stlar. Hozir mana yozyapti programmamizni. Yozib bo'lgandan keyin qolganini ko'rsataman do'stlar sizlarga. Operatsiya успешно завершена. Programmamiz yozildi. Xo'p. Endi qolgan jarayonni tekshirib ko'ramiz do'stlar. Endi do'stlar, programmamiz yozib bo'lingandan keyingi holatni tekshiramiz. Cruze'ga kirib, E83 ошибкasi yo'q. Xo'p, pasport 22-24-30 eski yutishga o'zgarmagan holatda qolgan. Mashinamiz 2015. Xo'p, давление холодильник hozir yurganda ko'tariladi. Temperatura 75 gradusda, parellarimiz ochiq. Yurgizing. Mashinamiz yurdi. Управление relay ventilyator 1 ochiq. Relay ventilyator 2 ochiq. Temperatura aqlash yetkaz 75 gradus turibdi. Mana ventilyatorimiz ochiq. Endi ventilyatorimiz balandroq gradusga chiqqanda ishlaydi. Hozir avtomobilimizni qizdirib ishlashni ko'rsataman sizlarga do'stlar. Do'stlar mana 94 gradusga chiqdi. Управление relay ventilyator 1 ishladi. Gradus tushyapti. Endi hozir o'chishini ko'ramiz buni. Necha gradusga tushganda o'chiradi. Mana 94 da ishlatdi. 90 ga olib tushyapti. 89 ga tushdi mana. 94 dan 89 ga olib tushyapti, o'chyapti. Endi bu yana temperatura aqlash yetkaz 94 ga chiqsa ishlaydi. Mana 87 gacha olib tushyapti. Konditsionerni yoqing endi. Endi hozir konditsionerni yoqqanday holatni ko'ramiz. Konditsioner yondi, signal zaпрос konditsioner ketdi, relay qo'shdi. Xo'p, холодильник ko'tarildi-da, relayni ventilyatorni birinchisini qo'shib berdi. O'chiring konditsionerni. Konditsioner o'chishiga холодильникka pastga tushib beryapti-da, ventilyatorimiz o'chyapti. Tushunyapsizlar-a? Konditsionerni yoqqanda birinchi oborot ishlaydi, hamma joy ishlaganda, konditsionerni o'chirganingizda ventilyator o'chadi. O'chgandan keyin ikkinchi komandaga bo'ysunishni boshlaydi. 94 gradusga chiqqanda ventilyator ishlaydi. 90 ga olib tushganda o'chadi. Keyin o'sha parreda aylanish hisobiga 87 88 ga olib tushib qo'yapti. Xullas, bu avtomobilimiz endi holat 94 ga chiqsa ishlaydi, pastga tushirsa o'chadi. Bo'ldi. O'zidan o'zi ishlab qolmaydi. Konditsionerni yoqqaningizda keyin ishlaydi ventilyatorlar. Konditsionerni o'chirganingizdan keyin ventilyator ham o'chadi. Xuddi shu tartibda qilinadi do'stlar. Bu narsani ko'rsatishimdan maqsad ikkita Cobaltga normalni pul sarflab qo'yibdi-da, shopirni, haydovchining egasi, mashinaning egasi, ustiga elektrikka olib borgan, konditsionerchi olib borgan. Yo'q, buni programma orqali холодильникdan to'g'irlab qo'yishlik kerak. Buni qilmaydigan bo'lsangiz, nizzash rasxod qilib yurasiz. Shu rasxodni nizzash qilmang degan maqsadda ko'rsatyapman. O'chiring mashinani. Xullas do'stlar, videorolik ma'qul kelgan bo'lsa, nimadir ko'rsatilgan bo'lsak, nimadir o'rgatilgan bo'lsak, bitta like bosishni va kanalimizga обязательно obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.